tanishtirsangiz, necha yildan beri bu qurilish kompaniyasida ishlaysiz va nima ish bilan shug'ullanasiz? Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Ismim Dilmurod. Bu qurilish kompaniyasida 2019 dan beri faoliyat yurgizaman. 7 yildan beri ish yurituvchi bo'lib ishlayman. 7 yildan beri shu qurilish kompaniyasida ishlar ekansiz. Sizni nima olib qoldi bu yerda ishlashga? Ishlashga asos ko'p. Birinchisi boshliqlarim. Qonuniylik, nima, ish tomonlama, har tomonlama endi ustunsa bo'laveradi. Boshlig'im ham o'zim birinchi hasharga deb kelganman-da bularga. Boshlanishi usta bo'lib turib, hasharga deb kelgan odam bo'lganman. Fazl akam bilan ko'rishganman. Sohasiga kirish bo'yicha bitta o'rtog'im sababchi bo'lgan bo'lsa, u o'rtog'im bilan Fazl akam yaqin bo'lsa, shu Fazl akamni taniganman birinchi. Shu Fazl akam orqali kirib kelgan bo'lsa, Xudoga shukr 7 yildan beri ishlab kelyapman. Har bitta detalga e'tiborni shuna qaratishadiki, mana shu uyda o'zim yashayman degandek qilishadi bu narsani. Keyin misol birovning farzandi bo'lsa, u meni farzandim degandek qilib, har bitta narsaga e'tibori kuchli. Ishonchliligi uchun men o'zim uy olib yashayman shundan. Ham tavsiya qilasiz? Tavsiya qilaveraman uni. Kelganimizda ustalar bilan o'tirmaydi deyishganda ham o'tirib, obed qilib, gaplashib, har bitta ishni o'zi chiqib ko'rgani uchun e'tiborim kuchli, muhabbat bilan, hurmatingiz, e'tiboringiz kuchli. Hamma yo'g'im yaxshi. Dilmurod aka, nima uchun aynan Ukaset kompaniyasini tanlaganingizni yoki shu kompaniyaga kelish tarixini aytib bera olasizmi? Tarixi uzun bo'lsa ham qisqa qilib aytib berishim mumkin sizga. Albatta, bemalol. Biz ishlayotgan joyimizda shu Fazl akam bilan oldin ishlagan o'sha o'rtog'im ta'rifotini aytib bergan bo'lsa, bunaqa bo'lgan, bunaqa bo'lgan desa, o'sha ko'rmay turib, Fazl akam anaqasini eshitganman men. Bunaqa qilar ekan, ishchilarga bunday sharoit yaratib berar ekan deb o'zimiz endi tadbirkor bo'lganmiz-da biz. Bunaqa qurilish sohasiga chiqishga ehtiyojimiz bo'lmagan, biz bozorimiz bo'lgan, ishlab chiqarishlarimiz bo'lgan. Endi vaqtlar kelib, mana shunaqa bo'lar ekan odam. To'g'ri. O'sha holatda ishlayib yurgan bo'lsak, keyin o'tdik baqa, ishga o'tdik, o'tib ishlab ko'rdik. Natijasini o'zimiz o'sha brigadalarimiz bilan ko'rgan bo'lsak, nihoyatda chiroyli bo'ldi. Har bitta narsasi chiroyli. Pul olishimiz ham hamma narsa vaqtida bo'lganligi uchun o'sha birinchi boshlanishi shu biz shikaturka ustachi bo'lganmiz, shikaturka qilganmiz, shunaqa qilganimizda boshlangan. Endi ishni tushunganimiz uchun, yurdik, ishladik, har bitta sohada ishlab ko'rganimiz uchun Xudo yuzimizni siqqanmi, endi Fazl akam olib qo'yganlar-da, endi buni ko'ring, buni qil, nima qil deganlar. 9 tamikin brigadada bola borda, hammasi endi tarqab ketgan. O'zim qolganman lekin qurilishda. Ancha yildan beri ishlayotgansiz. Shunaqa. Xo'p, Dilmurod aka, quruvchilarga yaratib berayotgan sharoitlar va ular bilan jamoaviy munosabat qanaqa sizlarda? Kollektiv munosabatlaring bir-birlaring bilan ahil? Yaxshi savol berdingiz. Hozir ishlarga yaratib berilayotgan sharoit, men o'zim ishlab yurgan bo'lsam, necha muddat ishlagan bo'lsam ham, lekin o'sha ustalarda qanaqa holatda qanaqa yeyishi, nima bo'lishini misol fikrlashib qilganmiz-da. Endi shu Fazl akamga aytganman. Fazl akam ham, rahmatulloh akam ham bizda har kuni obedga osh. Boshqa ovqat aralashtirilmaydi, osh. Endi ishni kuchi og'ir-ku misol. Oshligi uchun oshni tanlovi men o'zimda bo'lgan. Lekin Fazl akam ham xuddi shunaqa qilardilar. Ular obyektida misol almashib turardi, bir kun u, bir kun bo'lsa, qancha bo'lsa qil, qancha bo'lsa yegiz degan joylari bor. Buni qilib, misol hozir bitta ishchini chaqirsangiz, uyimizda ham bunaqa shirin ovqat bo'lmaydi-da. Misol ertalabkisi yo abidkisi yo kech payt xohlaganingiz misol olsangiz, pitaniya tarafdan zo'r. Hamma misol rozi bo'ladigan, bemalol gapirsa bo'ladigan. Unaqasi zo'r. Kollektiv taraf nihoyatda zo'r. Xudo bergan bu kollektivni. Har bitta odamni o'rni bor. Misol kimni xohlasangiz kiranovchi, prorab, misol bo'lmasa skilatchi bo'lsa, skilatchi, sotuvchi bo'lsa, har bitta narsada hamjihatligimiz bor-da bizda. Bir-birlaring bilan aka-uka deb bo'lib ketgan. Shunaqa, misol bitta ish aytsam, mendan kichkina bo'lsa, men aytib, "Yo'q, men u kichkina bu, yo bunday qila olmayman" demayman. Unaqa narsa yo'q. Bizda fikrlashib, u kichkinadan chiqdimi, kattadan chiqdimi, farqi yo'q unda. O'sha narsa yo'q. Muhimligi, sifati, o'sha ish bitishi xolos bizda.
Endi ozroq qurilish haqida, eski loyihalar haqida sizda qanaqa ma'lumotlar bor? O'sha 7 yildan beri ishlayotgansiz. Ha. Siz bundan oldingi loyihalarda ham bo'lgansiz. Hammasida bo'lganman. Misol 5 ta loyihani o'zim bitkazgan bo'lsam, Ha. biz deyarli misol 1 yil muddat qo'ysa yo 1,5 yil muddat qo'ysa, biz muddatdan oldin harakat qilamiz bu narsalar. Muddatdan ham Binoan oldinroq topshirishlaring mumkin. Topshirishimiz mumkin. Aniq bu narsa. Mana shu 3 ta, 4 ta loyihamizda shu narsaga amin bo'lganmiz. Muddatdan oldin topshirib, bemalol haligi o'zimizga kerakli narsani chiroyli, puxta, har bitta aytilgan narsani joyiga qo'yib qilganmiz. Bitkazganmiz shu narsalarni. Qurilish faoliyati to'xtab qolmaydi. Qolmaydi doimiy hech bo'ladi. qachon. Endi bir muddat sabab alindaqa bo'lsa, lekin bayramlardan ha, berishi mumkin. unaqa nimada qolgan mahal to'xtatmaganmiz. Ob-havoga qaramasdan doimiy ishlaysizlar. Doim. Ha. Qoyil. Ertalab kelsa, kechki payt shu 9, 10, 11 iloji yo'q ishimiz ishlaymiz. Xo'p, Dilmurod aka, shu ishlash mobaynida eng esda qolarli birorta voqea bo'lganmi? Bo'lgan. Rosa yaxshi bo'lganda. Bizga endi biz rosa anaqa bo'lmagan-u. Ratsiya olib kelib berishdi bizga. Ha. 4 ta ratsiya olib kelib berishdi. U ratsiyani endi hali oborib, registratsiya qilish shunaqa narsalar biz bilmaganmiz. U mahalda endi bu mahalliy do'konlarga o'xshab sotilmasdi. Toshkentga aytsangiz olib kelib berishardi. Shunaqa bo'lib kelgan. Ratsiya kelganda birinchi kundanoq biz yoqib ishlashni boshlaganmiz. Bizni bu ustalarimiz brigadalari Abdumalik aka degan odam bo'lgan. Bor, hozir ham ishlaydi shu. Asha Abdumalik akam bittasini endi olib, hatto Kranovshiyda bittasi nimada ustalarda edi. Olib anaqa qilgan. Endi ulanib qo'yganini bilmaydi-ku, haqiqatan u ulanib qo'ygan ekan. Ratsiyani olib, hani men palonchiman, men pistonchiman, qora jentrani to'xtatishding, qaytarib yubor, qo'yib yubor, uni dokumenti to'g'ri deb anaqa qilganda, bo'lgan. Biz o'sha kuni abitdan keyin misol 4-5 larda bo'lsa, biz o'zimiz uchun endi shunchaki qilib qilgan bo'lsak, u rostdan ham ulanib qo'ygan ekan u. Ulanib qo'ygan. Biz bilmaganmiz uni. Ulanib qo'ygan. Vodiy 5 qo'yib yubor deb endi rosa anaqalar qilgan, hazillarni qilgan. Biz qo'ydik, ishni tugatdik, kechqurun ertanman bir 8:30-9 larda keyin mashina kelgan. Bitta ratsiya menda turibdi, bitta ratsiya ustada turibdi. To'g'ri keldi-da endi. U kimligini bilmaymiz biz. Falonchi kim, pistonchi kim dedi. Meni otim aytdi, Abdumalik akam aytdi. Nima deyishni bilmayman. Ratsiya ichimga tiqib olganman, bekitib olganman. Hali qo'rquv bo'ladi-yu, baribir biz endi oddiy odammiz. Qo'rquv kuchli bo'lganda endi baribir. Endi keldi, ratsiyalar oldi, olib ketdi. Abdumalik akam ikkovimiz shokka tushib qolganmiz endi bu hazilda tayyorlar ekan shekilli deb. Sizlar bilmagan holatda bir-birlaring bilan hazillashgansiz. Ha, hazillashganmiz. Abitgacha o'zimizga kelmaganmiz. Kamoliddin ham, Fazliddin akam ham hech kim alindaqa demagan. Qo'rqamiz-da endi ertaga nima bo'ladi, xatga oboradi, bizda nima bo'ladi deb. Shu voqea sizda qolgan. Rosa ham qolgan u narsa. Hozir u akani ham esida. O'zi sizlarda ratsiya nimaga kerak? Bizda ratsiya kranni boshqarishimiz kerak biz. Misol, bir dona kran bo'lsa, 4 ta brigada bo'lsa, uni u ko'rinadigan holati bor, ko'rinmaydigan holati bor-da. Misol, narsa olgandan keyin uni oborib o'sha joyiga tushiraman desa, unga kamanda bermasangiz, u tushirolmaydi-da. Kran ko'rib turadi-yu, ichida devor bor, boshqa bor. O'shuning uchun ratsiya bo'lmasa qiyin u narsa. Ratsiya bo'lsa, ratsiya orqali ogohlantirib, mayna pоворот qiling, orqaga oling, teleshga bering deb kamanda berib, ratsiyada osonlashtiriladi. Hozir ratsiya ishlayaptimi? Bizdami? Ha, 13 ta ratsiya olib kelib berganmiz. Hozir 3 tasi qolgan xolos, 10 tasi endi ketib qolgan. Rahmat, Dilmurod aka, vaqtingizni ajratganingiz uchun rahmat. Savollarga to'liq javob berganingiz uchun ham rahmat. Salomat bo'linglar. Omad ishlaringizga. Rahmat. UK Asset. Mustahkam va ishonchli uylar.